do'stlar, biz va'da qilganimizdek Do'ppi challenge'ning navbatdagi manzili Termiz shahridagi Bolajon bog'ining yonida joylashgan Etna shaharchasidamiz. Ayni damda biz 300 kishiga yetdik. Biz 2 soat davomida milliylikni birgalikda targ'ib qilamiz. Keling, siz ham bizning safimizga qo'shiling. Javoq. Yoshlar o'rtasida Do'ppi challenge bo'lyapti ekan. Ko'pgina yoshlarimiz bizning safimizga qo'shildi. Siz ham ulgurib qoling. Davay biz ham qatnashamiz. Qolganlardan olib boraylik. Salom gruppadagilar. Do'ppi challenge bo'lyapti ekan. 15 minutdan keyin o'zimizning joyda yig'ilamiz. Biz ham sizlar saflaringga qo'shilsak bo'ladimi? Albatta. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Biz yoshlar milliyligimiz va madaniyatimizga befarq bo'lmagan holda Do'ppi challenge'iga o'z hissamizni qo'shdik. Hozirgi vaqtda yoshlarimiz soni anchaga ko'paydi. Keyingi manzilimizda aynan sizni kutib qolamiz. Do'ppi challenge zo'r! Kim yurtidan yovliq tursa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha.